Jonli efirda boshladik. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 1-iyul chorshanba 2026-yil. Telefoningizda ko'ringchi qanaqa ko'rinyapti ekanda. YouTube'ga kirib yuboring. Telefon ham dahshat ekan-a, lekin mana orqasiga boshqa rasm qo'yasiz bo'lmaydimi? Bo'ladi. Fonni o'zgartirsangiz yaxshi. Bo'ldi, yaxshi ko'rinyaptimi? Xudo xolasa hozir mana jonli efirda yoqdik. Ha, ko'rinyapti. Ham original telefon olib olsam, qani endi ortiqcha mablag' bo'lsa shu ko'rinadi. Tomondan bozor bo'lsin. Yaxshi ko'rinyapti-kana, mana men. Kelinglar. Nima bo'ldi deyapsiz, tomon bozor? Bu tomon ham sekin bozor bo'lyapti. Biz haydab boryapmiz hali. Ha, bo'ldi, xullas. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 1-iyul haftaning chorshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bo'ladi bozor. Nech pul bu? 15 ming so'm ekan. Qattiq gapiring mana. Bunisi nech pul? 15 mingdan. Bu 15 ming so'mdan ekan. Aksariyat 15 mingdan beryapti. Bular 15 ming so'mdan ekan. 25 mingdan. Bunisi 25 ming so'mdan. Hozirdan like bosaverasizlar mana. Bugun bozor. Xitoyda tapchkalari 40 ming so'mdan ekan. Bu chishkalaringiz nech pul? Bularimiz 100 ming so'mdan. Bular 100 ming so'mdan ekan. Xitoydika bu. Bularchi? 75 mingdan. O'zbekiston. Bu O'zbekistondiki ekan, 75 ming so'm ekan. Yumshoq ekanda mana. Bunisi-chi? Shunaqa bu. Yaxshi. 15 minglik tapchkalar. Mana 15 minglik tapchkalar mana. Ishlab chiqarishlar bor, to'xtating mana. Qani ishlab chiqarishlaringiz? Bular nech pul? Pachkaga 7 mingdan. Pachkaga 7 ming so'm ekan. Donaga 4-5 yosh. Donaga endi 15 mingga sotilaveradi. Donaga 15 mingdan sotilaverar ekan. Rasvetkalari. Mana rasvetkalari. Smayillarimiz 10 mingdan. Smayillar 10 ming so'm ekan mana bu smayillar mana. Materiali Xitoy markazi. Materiali Xitoy markazi ekan. Cho'pinlar bor, sekret cho'pinlar. Yaxshi qancha? 15 ming. 15 ming so'm ekan bulari. Kattalar 5 yosh atrofi, 4 yosh. 5 yosh, 4 yoshga tushar ekan. Telefon nomeringiz nechi? 50lik 999 15 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana Boboshbek bozori bugun mana bozor. Mana shortiklaringiz nech pul? 15 mingdan. 15 ming ekan o shortik. Pastelchikka hangi endi? Mana. Ha bizda ham ish ko'payib ketdi-da. Nech pul deyapsiz bularda? 55 ming. Bular 55 ming pachka narxiga. Pachka narxiga mana 55 ming so'mdan ekan. Bular 2 kishilikmi, 1 kishilikmi? 2 kishilik rezinkali plastik. 2 kishilik ekan. Bu yosh bolachalargachi? 80 ming, 75 ming. 80 ming so'm ekan, 75 ming qilib berishar ekan. Mana. Har xili bor. Bozor hozir 3 ta boshlanyapti. Shu vaqtli. Bunisi nech pul bo'lyapti? 99 ming 2 kishilik. Na bor. 99 ming so'm ekan. Pachka narxigami, dona narxigami bu? Donaga ham, pachkaga ham 99
ming so'm ekan. Abyomga kelishtirishar ekan narxini mana. Agar xolasa xabar qilmaymanmi? Bitta ko'raydi vaqtini. Mana. Har xili bor mana pastellarda. Aromatli pastellar chiqadi. Shirin chiqadi. Aromatli pastellar. Mana bu bilan bir xilmi shunda? Bular hid chiqadigan shirin hidli pastel. Mana aromatli, hali hid chiqaradigan pastel ekan. Nech pul bu? 110 ming. Pachkami, dona narxigami? Donaga ham pachka. Dona pachka o'sha 110 ming deyapsizmi? Ko'proq olinsa 105 ming narx berishar ekan. Gufrada mana yangilik keldi. Gufrashat keldi. Mana gufrajatga ham zo'r. Turkiyada ko'p bo'lar ekan bunaqangi. Letniga Biz ham shu yerdan oldik-da. bular ham shu 110 minglar. 110 ming so'mdan ekan. Nomerlaring nechi edi? 99'lik. 99lik 070 78 88 ga aloqaga chiqaverasizlar shu pastel. Xo'p, dasturxon ham sotib turasiz-a? Dastroz tugadi. Bozor tugadi. Ha, mana. Dasturxonlar tugadi. Shunaqa narsalar. Dasturxonlar ham bor. Dasturxonlar nech puldan nech pulgacha edi? 13 mingdan boshlanib Nech pulgacha? 150 ming. 13 mingdan boshlanib 150 ming so'mgacha ekan. Mana bugun bozor mana. Bozor vahli bo'lyapti. Vahli kenglar bozorga. Like'larni ekranga ikkitadan bosib olaverasizlar shu. Mana Assalomu alaykum. alaykum Qandaysiz? assalom. Siz? Necha pul qizchalar ko'ylagi? 30 mingdan pachkaga. Pachkaga 30 ming so'mdan ekan mana. Trend tegimi, nima ular ham 30 ming. Materiali nima buni? Senen shtampi? Selen shtampil ekan mana. Mayda garoqi bor, mayda gulchaligi bor. Hozir katta pullar nima qilishyapsizmi? Hozir bir boshdan ko'rsatamiz. Hozir jonli efirdamiz, jigarlar. Like bosinglar, like bosib kommentariyalarda izohlarni yozinglar. Bu tomonda ham mana boshqachalari bor. Buni Assalomu alaykum, xola yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'zim har xil joylarda yuramiz-da. Ha, Allohga shukr, hamma yaxshi. Mana xolamda ro'mollar bor, mana qangi. Nech puldan nech pulgacha edi bular? 25 ming, 25 ming, 20 ming, 30 ming. Mana 20 ming so'm, 25 ming, eng qimmati 30 mingmi hozirgi vaqtda sizda? Mana ko'ylakchalaringiz nech puldan ekan? Turkiyaniki 60 ming. Mana Turkiyani ko'ylagi ekan 60 ming so'm ekan. Biz ham yaqinda Turkiyadan keldik-ku, ko'rmadik mana qani Turkiyada. Ha. Ha. Mana. Turkiyani ko'ylakchasi ekan. Bunaqa o'yinchoqlar ham bor. Bunga ham ko'p qo'ygan mana. Endi vahli bozor vahli bo'lyapti-da. Bu kattasi 25 mingmidi? Mana 25 ming so'mdan ekan. Ba'da kichkina ro'mollar ham bor. Hali ham eng arzoni 5 mingmi hali? Ha, 5 ming. Mana 5 ming so'm ekan, eng arzoni.
Mana. Ko'chalardan bitta balonim pul aytgan. Qolmas aka, nima qilyapsiz? Arendani bermayaptimi? Hayajon aka. Yani bilmayapti, üstüne yozib berin. Bo'ldi, mana priyama efirda-da. Kechirasiz, tinchligim bor. Assalomu alaykum. Assalom. Nodirjon aka, qalaysiz endi? Mana Hayat akamni paypoqlari mana. Turoq turishdi. Shu kun. Ko'raversinlar. Mana yangi kanalda mana jonli efirda yoqdim. Biz yurtdan oshirib olibdi, odamda. Ne? O'zi. Ovozimda eshitsa ovozimdan olib ketadigan qoldi. Ovozi chiqib ketdi. Paypoqlar, yubqalari hozir shu yoz kuz boplari sizda hozirgi vaqtda. Ertangacha nech puldan nech pulgacha mana. Video yaxshi ko'rinib turgan bo'lsa, kачествоsi yozib yuboringlar. Xira bo'lsa, internetni o'zgartiramiz-da. 1,5 ming so'mdan aka mana 1500 so'm. 12 ta bo'ladi, ichida 18 ming pachkasi. Mana har xil. Mana aromat deb qo'yganingiz shu hid chiqaradimi? Chiqaradi. Mana paypoqdan ham hid chiqqan paypoqni ko'rganmisiz? Bundan shirin hid chiqadi lekin. Endi hid chiqsa noto'g'ri tushunib yurmas yana. Qanaqa hid chiqarkan deb, a? Zo'r mana. 20 ming so'm, 2 mingdan bo'ladi-da bittasi shunda. 18 ming so'm, meni katta razmeri. Ha, Eng katta razmeri. yaxshi. Mana akamni ichkarida do'konda har xil nimalari bor. Asarti deydimi, nima deydi, allas. Shuna paypoq nimalari ko'p. 25 mingligi, manalar 20 mingligi, 23 mingligi. Mana yaqinlashtirib ko'rsataylik sizlarga mana. Nech puldan nech pulgacha bu ichkarida? Yo'q. 25 ming so'mida 23 ming so'mga tushirib qo'ydik bularni. Ha, 2300 so'mdan ekanda. Yo'q, liboyini ichida bir dona bo'ladi. Nima bir dona bo'ladi? Ha, mana. Bular nech puldan? 20 ming. 20 ming so'mdan. YouTube'ga kiringchi qanaqa ko'rinyapti ekan? Nima degan Boboshbek bozoridan chiqadi. Hozir hurmatli muxlislar, hozir davom etamiz Boboshbek bozoridan ko'rsatishda. Berib turinglar, o'zim chiqarib turaman. Mana bizni kanal mana. desa nima qiling, men chiqayman. Kommentariyalar. Kommentariyalar yoziladigan qilib qo'yaylik. Bo'ldi, hozir. Chatlarda yonadi. Chin nuri. Dil nuri. Mana hozir hammaga mana nima fikr bildirishni yozib qo'yaylik, nimani? Telefoningiz necha g'alati qo'ldan tushib ketasiz. Telefonda bu. Bo'ldi, mana fikr bildirishni yozib qo'ydik mana. Xo'p, sizning nomeringiz necha, Hayat aka? Siz dastavka ham qilyapsizmi hali ham? Nech pul shunda? Lekin 600 ming so'mlik olganga dastavka chiqarib yuboramiz. 12 ta viloyatga dastavka bor.
97lik 334 62 44 ga aloqaga chiqaveradilar. Mana. O'zimiz chiqarib yuboramiz. Mafiya. Deydi mana. Shu yozib qo'ying-da, kichkina qilib. Aloqa uchun. Mana nima? Tapchkalar. Mana shu tapchka ham yaxshi ekan lekin-chi. Qani egasi buni hozir? Yozinglar mana kommentariyalarda, izohlarda yozinglar mana. Pachaga 35 ming. Ko'ylak ham sotyapsizmi? Yaxshi. Qani sizniki? Shumi? Mana shu qolmi? Bu yerda ayol qizlarga kiyimlar ekan, nech pul deyapsiz? Boshgacha 70 ming so'm qilib beramiz aka. Boshidan shu yashilgacha. Yangi pachalar. Yangiliklar. Barcha o'lka chiqdi. Donagami, pachkagami? Pachkaga beramiz. Donaga ham sotyapsizmi? Ha, donaga 75-80 beryapmiz. Razmeriga qarab, a? Bular standart. Ha. 48 dan 54 ga tushaveradi. 48 dan 54 gacha tushirar ekan. Uzun ishlangan. 1.5. Bular razmer. Bular razmerligi qanaqangi? Narx-navosimi? Ya shu naqasida, ana pachkaga. Ha, 48 dan 54 gacha ekan. Shunda hozir pachkaga 70 ming so'm, donaga 75-80 ming sotyapsizmi? Materiali do'yin material. Mana do'yin materiali ekan, materiali. Bunisi-chi? Materiali qanaqa? Siling. Selin shtampli? Original professional emas. O'zlang birinchi qo'la ishlab chiqarish. Bularchi arzonimi bulari? Bular uzunlar 70 mingdan qilib beramiz. Mana uzunlari 70 ming so'm ekan, pachka narxiga. Pachka narxi. Shuni hali aytib qo'ymasangiz, telefon qilib shuncha deyodiz dedi-da, shuning uchun aniq nima qilib qo'yish kerak, tushuntirib. Pachka narxi. Zamogi borichi? Bular 120 ming beryapmiz bular. 120 ming so'm ekan. Do'yinning eng yaxshi materiali, yumshoq. Bu taraflarchi? 80 ming pachkaga. Pachka narxiga 80 ming so'm ekan mana. Bular razmerlar bor. Bu uzun ko'ylak ekan-da. 50 dan 58 gacha razmerlar. 50 dan 58 gacha razmer. Materiali mana do'yin ekan. Ishlar tiksidagi. Hozir manzilda eslatib o'tamiz. Telefon nomeringiz-chi? 305 90. 90lik 305 90 50. 90-50 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa, donaga ham, pachkaga ham sotiladi. Ko'proq ob'yem qilsalaring, yana ham narxini tushirib berishi mumkin. Dastavkalar bor. Dastavka ham bor ekan. O'zbekiston bo'yicha dastavka bormi? Shunda Ko'proq olishsa dastavka qilib chiqaradi. bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bo'lyapti bozor. Mana xolamda eng arzonlari xolamda bo'ladi. Qani siz? Assalomu alaykum. Xola, ko'ylaklaringizni narxini aytib yuboring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Arabikalar 50 mingdan. Bular nech pul deyapsiz? 50 ming so'mdan, ana. Bo'yi 1 metrlik. 52 54 razmerlar. Bo'yi 1 metrlik ekan. 52 54 mi razmerlar? Xolamda mana birinchi qo'l tovar, o'zlari ishlab chiqarishadi. Xo'p. Bu arabika deydimi shuni? Ha, arabikada. Ana shular xibba mana. Mana shular rol, mana shu kabi xibba. Tabalar mana. 54 60 ekan. Rasmiyalari xibbalardi. Tepa pastlik. Nech pul narxi? 65 ming. 65 ming so'm ekan. Va alaykum assalom. Bozorda manzilini
Ha, qaytarib etib qo'yamiz. Yangi kirib turganlarga. Nech pul aka deyapti? Nech pul deyapsiz bular? 65 ming so'mdan. Tepa pastlik, materiali HB. Qarang, mana balchimerkalarimiz bor mana 60 dan tepasi, tepa pastlar. 65 mingdan. 65 ming so'mdan balchimerkalar bor ekan. Bu ham tepa past. Ko'ylak lozim. 60 dan tepasi? Razmer ham 60 dan tepasi ekan. Laykni bosinglar jigarlar. Mana bu arabikalar bor ekan mana. Yana qaytarib narxini aytib qo'yamiz. Nech pul deyapsiz xola buni? 50 ming so'mdan. Pachka narxigami, dona narxigami? Pachkaga. Pachka narxiga? Donaga 5 ming qimmat bo'ladimi shunda? Donaga ham beraveramiz. Donaga ham shu narxda qilib berishaverar ekan. Telefon nomeringizni aytib yuboring. 94lik. Nomerlari 94lik 065 1168 ga aloqaga chiqaverasizlar. Donaga ham, pachkaga ham katta kichik razmeri bir xil ekan, narxi 50 ming so'm. Mana. Yozib qo'yibdi-da, shu nech pul deb. Ha. 50 ming so'm mana. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Shu chorshanba, yakshanba kuni ertalab 3larda bozor boshlanyapti. Hozirgi vaqtda kunduzi borsa bozor shu 10larga bormayapti, shu 10larda tugayapti bozor kunduzi. Bugun kechga payt Qo'qonda bozor boshlanadi. Shu 5lardan keyin. Shu ertalab vaqtli kesalaring shu tovarlar mana hozirda soat necha? 7:55 bo'libdi. Shunaqa. Xudo xolasa mana kelaverasizlar bozorga. Mana yana boshqa. Qo'qonga ham chiqyapsizmi siz mana? Qo'qonga chiqay deganim. Mana Chiqyapmiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Keng narxlarni ayting ana. O'sha narx 55 ga 50 hammasi. Shu nima deysiz? 55 ga yo'q. Ha, endi men esimda bormi buni narxi qanchaligi? 55 ga 50. 55 ga 50. 50 ming so'mdan ekan, keyin Dona 55. xo'p, hammasini narxi bir xil ekan. Sizlarga tushuntiradigan bo'lsak, pachka narxiga 50 ming so'm, dona narxiga 55 ming so'mdan. Tanlab olish, razmerini qizig'i yo'q. Xohlaganini olaveradi. Rangini ham qizig'i yo'q, olaveradi. Laykni gumilladinglar, layklarni. Bunaqa arzon tovar hozir uncha bozorda yo'q. To'g'rimi? Instagramga qo'yadi. Mana. 50 ming so'mdan pachka narxiga, 55 ming so'mdan dona narxiga. Razmerlarni bitta tanishtirib yuboramiz, razmerini. 48 dan 54 gacha. Razmeri kattasi qimmatroq demaydi ekan. Razmeri kattasi ham shu 50 ming so'm ekan, razmeri kichkinasi ham 50 ming so'm ekan pachka narxiga. Dona narxiga 55 ming so'mdan ekan. Xohlaganini tanlab olasizlar ekan mana. Tovarlar yangi. Qachon tikildi bular? Kecha tikildi deyapti mana. Hali issiqda qolib ketgan tovarlar basda. Metlar oqarib. Nomeringiz necha? 93lik. Nomerlari 93lik 040 30 98 ekan. Bozorda manzilini bilmay turganlar bo'lsa, bozor manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bo'ladi bozor. Ertalab 3 boshlanib, ertalab 3 boshlanib, kunduzi rasa borsa bozor 9-10 gacha bo'ladi xolos. Vaqtliroq kelaverasizlar bozorga. Hali olingan videoni ham qo'yib qo'ydim, yaxshi ko'rilib ketdi-da. Hali nimada Qo'qonda bozori. Ha. Antenani oldimi? Bular o'z joyi bor ekan maxsus. Tasodifiy chiqib qoldi yo'ldan o'zi. Shunda qarasam turibdi-da, nimada hali endi keladigan joyda.
Ha. Bu yerda mana tapchkalar ekan. Tapchkalar mana optimga ham sotilyapti, donaga ham sotilyapti ekan. Hammasi O'zbekistonniki, na Koreysniki, Xitoyniki yo'q. O'zbekistonda ham mahsulotini Xitoy bilan salmashni deyaveradi o'zicha. Ma chet elliklarni ko'rdilaring o'zlaring. Bir tiyinlik foydasi yo'q ekan. Fabio Cannavaromi boshqasimi? Shuning uchun O'zbekistonda mahsulotlardan kiyinaverish kerak futbolchilar ham. Bu tapchkalaringiz nech puldan nech pulgacha? 8 mingdan. Ha. Eng arzoni 18 ga hozir. Eng qimmatichi? Bilmasam. 205 ta. Yo'q. 205 ta. 64 ming, 75 ming pachka. Pachkadagi narxi eng arzoni 18 mingdan boshlanar ekan, 75 ming shunaqa atrofgacha ekan. Zo'r. Arzoni 100 mingga deyishdi. Tilla bo'lgandan keyin kelasiz. Mana bu tomonda bunaqangi joy ham bor mana. Farhodjon aka mana bu yerda sochiq mana, sochiq do'kon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Farhodjon aka. Chiqaman deganingizdan ekan, ha? 3-chi bozor chiqyapsizmi? Ha, ish ko'payib ketdi-da. O'zi yaxshimi? Allohga shukr, mana Jonlimi? ha, jonli. Ha, kichkina kanalchada hozir. Nech pul deyapsiz aka mana Istanbulda yopishtirib qo'yibdi buni. Xo'p, bularimizni 50 ming beryapmiz. Ko'proqqa 48 qilib beramiz. Unaqa buruk fason bo'ladi. Bularda 50 ming so'm ekan. Ko'proq olsalaring 48 ming so'mdan ekan. Cho'ntagida bo'ladi. Hammasida. Shimida cho'ntagi bor ekan. Xo'p, mana shu mana ikkinchi rasvetka. Mana rasvetkalarini ham ko'rsatib qo'yaylik, shoshmasdan mana. Materiali shtampil selin tozasi. Selen shtampil ekan materiali. Tozasidan ekan. Va alaykum assalom. Donaga ham shekil kelib olsa 50 ming beraveramiz optimdan. Donaga ham shunaqta qilib berishaverar ekan. Telefon qilib, hali bitta chiqarib yuboringlar palon yerga deb. Dastlabki 10 ta bo'lsa chiqarib. 10 ta olsalaring dastavka qilib beraverar ekan. Hali bittaga telefon qilib, "Ja, bezat taqib yubormaysizlar" ekan. Bu tomonlar qanaqa bo'lyapti? 40 ming beryapmiz. Kapalak fason. Kapalak fason 40 ming so'm ekan. Bunisi-chi Singapurlar. Singapur ham 40 ming beryapmiz. Singapurda ham 40 ming so'm qilib berishaverar ekan mana. Layklarni bosib yuboringlar jigarlar mana. Farhodjon aka shu necha yillardan beri bu akamni ko'rsatib kelaman. Eng ko'p ko'rsatganman-a sizni. Mana o'zlari birinchi qo'lda mana eng arzonlari shavda bo'ladi. Telefon nomeringiz 90lik, 90lik 150lik, 150 9200. 9200 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu mahsulot kerak bo'lsa. Xo'p. Jigaringiz sog'lommi deb qo'yibdi. Bilmadim endi hech doktorga hech ko'rsatib ko'rganimiz yo'q agar menga aytib turgan bo'lsangiz. Narx-navo ishonmay turgandim. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bo'ladi bozor. Ertalab 3 ta boshlanib, kunduzi borsa shu 9-10 gacha bo'ladi bozor. Hozirgi vaqtlarda-da. Chunki hozir yoz kunlar uzoqligi uchun bugun kechga payt Qo'qonda ham bozor bo'ladi. Narx tavallar ha. Tong otguncha bozor bo'ladi. Shunaqami? Ha. 5-6 larda boshlanadi Qo'qonda. Yaxshi, like bosinglar, like demda ekranga ikkitadan tez bossalaring, like'lar bosiladi. Nechta odam kuzatyapti? 10 ta like 24 ta bo'ldi. O'z yangi to'yaqtinda jonli. Aktivli paso 24 kishidan 10 kishi bosib olasiz. Like ko'p bosinglar mana sotuvchilar. Bu videongizga siz YouTube'dan qanaqadir pul olasiz? Ha, bepul like bosish
Bepul. Bizdan ham pul olmaysiz. Xohlasa mana. Xohlasa Xullas jigarlar vaqtli kelasizlar bozorga. Mana hozir sotuvchilarni ba'zilari yig'ishtirib ham ketyapti mana. Mana tomonda mana sochiq do'kon bor. Hormang xola, nech pul ekan sizda kiyimlar? 55 ming optimga 120 lozimlari katta rasmi. Bular katta razmer ekan, pachkaga 55 ming so'm ekan. Donaga nech pul? Dona 60 ming, 52 dan 60 gacha razmeri bor. 52 dan 60 nechagacha? 60 gacha razmer. Ha, 60 gacha razmer ekan. Rossiyadga har bozor chiqaryapti yangi. Donaga 5 ming qimmatmi shunda? Donaga 5 ming qimmat bo'lar ekan xolos. Bu tomoni boshqami? Yo, shuni rasvetkalarimi? Yo, bu boshqa narsa. Bular Doyen slim shtamplar. Cho'ntaklik model. Mana cho'ntagi bori. Doyen shtampl shunaqangi nimalar ekan. Nech pul deyapsiz bularni? 50 ming optim bular, donaga 60 ming. Pachka narxiga 50 ming so'm ekan, donaga 60 ming so'm ekan. O chekkadagisi-chi? Bularni 35 ming oddiy shtampl. Oddiy shtamplar 35 ming so'm ekan. Rossiyadga bor bular. Rasvetkalari bor ekan mana. Telefon nomeringiz nechi? 90lik 509 09 78 ga aloqaga chiqaverasizlar. Bular ham birinchi qo'l tovar, o'zlari ishlab chiqarishadi. Dastavka ham qilib beryapsizlarmi? Nechta olsa dastavka bor? Qolganiga qarab, Dastavka ham bor ekan. Endi bitta ikkitaga dastavka bo'lmasa kerak-ku. endi bitta boshqalar bor. Ha. Yo'l dastavkasi bor ekan, telefon nomerlari aytildi. Xo'p. Mana ichkarilardan ko'rsatdik, jigarlar. Bozor manzili, shu Boboshbek bozori bu bozor. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan bu bozor. Opa, siznikimi bu? Nech pul deyapsiz? 25 ming so'm ekan. Bu necha yoshga tushadi bu? Mana 3 yosh, 5 yoshga tushadigan mana razmerlik. Pachka narxi bu? Pachkada nechtada? Pachkada o'zi ikkita bo'lar ekan. Donaga sotilmaydi? Shuni ham aytib qo'yish kerak-da, ana. Pachkada ikkita bo'lar ekan. Xo'p. Mana futbolka shortingiz nechi pul? 20 ming so'm mana. 20 ming so'm futbolka shortkilar. Jigarlar. Nima gaplar endi mana yozinglar endi kommentariyalarda. Hozir arzon tovarlardan bir ko'rsatib qo'yaylik. Men o'zim bugun kechroq chiqdim-da mana. Vaqtliroq kelinglar mana hozir 8 bo'ldi, xullas bozor 9 gacha oxirgi nuqtasi 9 da tugayapti ekan mana hozirgi vaqtlarda-da. Mana bratimda ham rang-barang mana eng arzon kiyimlar. Ahvolni qalay deb qo'ying. Ay, ertaga yig'ishtirib o'rmasin. Shu yerda turmanglar, shu yerda sotuvchilarni ham o'ylash kerak-da. To'g'rimi? Ertaga to'k-pok urib edi, o'limni yetib ketmasin deb. Yana mashinalarni oladi, ko'payib ketdi. Mana. Nech pul ekan bular? 10 ming so'm, sekkidaga birisi 9 ming. Bunisi 10 mingmi? Ha. Bu 10 Mana kattasi 10 ming so'm ekan. 12 yoshgacha. 10 ming so'mlarga 9 yoshdan 12 yoshgacha ekan. Bunisi 5 dan 8 yoshgacha. Bulari 5 dan 8 yoshgacha ekan. Nech pul narxi? 9 ming so'm. 9 ming so'm. Birdan to'rtgachasi bor, 8 mingligi bu 8,5 ligi. 1 yoshdan 4 yoshgachaligi bor ekan, 8 ming so'mligi bor ekan, 8,5 ming so'mligi bor ekan.
Mayka 15 ming. Mayka 15 ming so'm ekan. Buchi? Kipga 50 ming. Kipga 50 ming. Nimaga 50 ming? 50 ming ha. Shunchaki 50 ming. Yaxshimisiz? Rahmat. Mana Fabio Cannavaro kelsa ham bitta berib yuborasa keyin yuradi. Unga yo'q. Imina o'shanga yo'q. Bu baleslarda yarimta ham yo'q baleslarda. Nomeringiz nechi? 93lik. 731 93lik 731 30 70. 30 70. 100 bo'ladi aka qo'shsa. Mana O futbolistlarga yo'q amalak. behuda boshingizni qotirda. Ha, shu vaqtimiz. Undan jichcha uxlaganingizda bozorda yaxshi o'tirardingiz. Qiziqishganda biz bizimizga o'ynayapti. Bular nech pul ekan? Shortikmi bu? Nech pul deyapsiz? 8 ming. Mana yosh bolachalarga shortik. Mana. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ekranga tez-tezda endi ikkitadan bossalaring, ikkita nimalar bosiladi, like bosiladi. Like bosilsa bizga pul tushmaydi. Xijolat bo'lmanglar. Ko'proq odamga tarqaladi-da shu videoni. Bozor yana ham rivojlanadi. Yo ko'rsatdim. Ha. Fabio Cannavaroga hech narsa yo'qmi? O'zimizning futbolchilarga hech yo'q. Ha, o'zimizning futbolchilarga ham hech narsa yo'q ekan. Renaldaga ham yo'q. Vaqtimiz ketdi navbatda. Ana xolamdan kalta ketib berib boshim tushib ish kerakdi. Ularga salom ham yo'q kerakchi. Ularga zambarakda o'qima. Shuna deydi. Mana jigarlar, bozor. Xullas alohida videoni ham olib qo'yib qo'yishim kerak. Jonli efirda shu yerda o'chiramiz hozir. Chunki bozor ichkarida tugadi. Mayli bir 40 minut bo'lsin-a, keyin nima qilamiz, xudo xolasa. Mana sizlarga aylantirib ko'rsatadigan bo'lsak, bozorga vaqtliroq kelinglar, shu tanish bilishlaringmi yo o'zlaringmi kelmoqchi bo'lsalaring. Vaqtli. 3 ta bozor boshlanyapti. Azonda shu bozor boshlanyapti. Kunduzi 9 gacha bo'ladi bozor. Mana ha bizda 8 11 bo'lyapti. Endi xullas sotuvchilar ayrimlari bor, lekin hali bir 60-70% sotuvchi ketib bo'lgan. Va yubkachalaringiz nech pul ekan hala? Siznikimi? Ha, aytavering-chi narxini. 16 ming so'mdan ekan. Pachka narxiga-da. Pachka narxiga 16 ming so'm ekan. Donaga nech pul? Ya faqat pachka sotasizmi? Ha, 18 ming so'm donaga ekan. Telefon nomeringiz bo'lsa aytavering, o'zingizga telefon qiladi-da. Bormi? Necha? 91lik? 91lik 154 96 91 ga aloqaga chiqaverasizlar ekan. Xo'p. Like bosinglar, like jigarlar. Kommentariyani yozib tashlanglar. Tinimsiz yozib yuboringlar. Bitta ona Temur Kidis degani bor mana. Qaysi sizniki? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana yosh bolachalarni ishlab chiqaradigan, o'sha kiyimini ishlab chiqaradigan yangi do'kon ochildi. Nech puldan nech pulgacha aka tovarlaringiz? Sizda pachkaga yo donaga ham sotyapsizmi?
Avvaldan tanishtirib qo'yamiz. Bu do'konda faqat pachka sotiladi. Bir pachkada nechtadan? 5 tadan. Eng kami 5 ta. O'sha bir pachka sotilar ekan, pachkada 5 tadan bo'lar ekan. Nech puldan nech pulgacha? 10 mingdan tortib 55 minggacha bor. 10 ming so'mdan boshlanar ekan, 55 ming so'mgacha ekan. Bularnikini materiali ham sifatli. Hop, dovoyka, troyka shu yosh bolachalarga-da mana. Shunaqa kiyim kimdir qidirib yurgan bo'lsa, tashqaridan ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana bozorga kelsalar, mana Mufiz degan do'kon bor. Shuni oldida Temur Kedismi, shumi sizning afishangiz? Ha, Temur Kedis. Bunisi ham siznikimi? Yo'q, mana shuni. Baqa o'tib oldingizmi endi? Shuni o'zi. Ha, mana Rizo tekstil bag'i Mufiz deb qo'ygan. Shuni mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Temur Kedis. Telefon nomeringiz shularmi? Mana joyiga yaxshi chiqmabdi. Ana 90likmi? Ko'rdi? 90lik 305 1151, 94lik 522 1151. Shu a? Shunga aloqaga chiqaverasizlar mana shu nomerga. Kimdir qidirib yurgan bo'lsa, shunaqangi kiyimlarni faqat naqd pulga sotasa? Plastik ham bor. Ha. Kartaga berishadi. Karta klikka ham bor ekan, hali telefon qilib sotib berishga deydi. Shunaqa qiziquvchilar ham bor-da, shuning uchun aytib qo'yapman. Hayit Murod nima qilyapti? Hayit Murod. O'yinxonani hidi ko'p ketdi. Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisiz? Yaxshi. Nima gap endi? Nech pul deyapsiz bularni? Materiali Singapur tepapasi, a? 23 ming so'm ekan. Bular ham pachkaga sotiladi, shundaymi? Busiz-chi kichkinasi? Bular 19 ming so'm ekan mana. Pachka narxi bular. Faqat pachkaga sotiladi. Pachkada 3 tadan, 5 tadan bo'ladimi? Yosh bolachalarniki bor mana. O'sha Mufiz degan do'kon mana. Endi avvaldan aytib qo'ymasangiz, ertaga kelib bitta berib oling deb turmasin deymiz-da. To'g'rimi? Har xil odam bor-ku. Like-da hozirdan shunda ekranga ikkitadan tez-tez bosib yuborsalaring, like-lar bosinglar. Like bosiz pulli biz. Shu mahsulotlar hammaga yetib boradi. Bu necha yoshga tushadi? Bu 8 yosh. 8 yosh, 10 yoshga tushar ekan mana. Shu ikkitalik razmerda. Materiali Singapur. Yo'q. Va tepalardagi hech bir Hayit Murod mana tepada ikkita turibdi-yu. Ular 30 ming turk xabaradi. Turk xabar materialidan ekan 30 ming so'm ekan mana. Bunisi-chi? Dvoykami, troykami? Troyka 26 ming so'm ekan mana. Bularchi? Bularning 19 ming. Ha, 19 ming so'mdan mana. Yana qaytarib hali har xil odamlar kiryapti-da. Telefon nomeri 91lik 201 02 27. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Tashqaridan ham bitta ko'rsatib qo'yamiz mana. O'zi shu Boboshbek bozoriga kelganlaringda bunaqangi Mufiz degan do'kon bor. Shu do'konni ichidan ko'rsatdik uni. Bozor chorshanba, yakshanba kuni bo'ladi bu joyda. Ertalab 3 ta boshlanib, soat 3:00 da boshlanib, kunduzi 9 gacha bozor bo'lyapti. Endi ayrim sotuvchilar 10 gacha ham o'tiribdi kunduzi. Endi bozor shu oxirgi vaqt 9 da tugayapti. Shuning uchun bozorga vaqtliroq kelaverasizlar. Ba'zi sotuvchilar 12 gacha ham o'tiradi. Endi do'koni borlar, endi yig'ishtirib, bu qilib o'tiraveradi. Shunaqa gaplar. Hop, bu video YouTube'da saqlanib bo'lib qoladi. Yana bemalol ko'rishlaring mumkin. Kimda qanaqa fikri bo'lsa,
Shu kommentariyalarda yozsin.